Chunki eng xavotir oladiganimiz bandaning eng asrashi lozim bo'ladigan amallardan bu namoz, birodar. Nega deganda avvalgi so'rov qiyomatda, hisob so'roq boshlanganida avvalgi so'rov namozdan bo'ladi. Ro'zadan bo'lmaydi, zakotdan bo'lmaydi, ihsondan bo'lmaydi, farzandlardan bo'lmaydi, imoratdan bo'lmaydi. Avvalgi so'rov namozdan bo'ladi. Namoz masalasidan yaxshi o'tib olgan odam bundan keyingi masalalardan ham yaxshi o'tib oladi. Undan keyingi masalalar nima desangiz, ro'za, zakot, haj, oldi berdilar, birovning haqqi, farzand tarbiyasi degan masalalardan juda go'zal o'tadi. Namozdan o'ta olmagan odam undan keyingilaridan ham yaxshi o'ta olmaydi. Avvalgi so'rovimiz namozdan bo'lganligi uchun namozlaringizni Alloh Qur'onda muhofaza qiling dedilar. Dedi Alloh taolo. Demak, banda muhofaza qilishligi shart bo'lgan narsalarning biri namozi. Biz bugun uylarimizdan muhofaza qilyapmiz. 4 tomondan video kameralar qo'yyapmiz. 4 tomonini o'rab olyapmiz. Bugun xavotirimiz Alloh taoloning nazdida qiymatsiz bo'lgan mol va mulk va iqtisodiy imkoniyatlarimiz bizlarni bugun xavotirga solyapti. Lekin aslida bandani xavotirga tushiradigan narsa, yo'qotib qo'ygandan keyin banda yig'lashligi shart bo'lgan narsalardan uning ibodati avvalo namozi bo'lmoqligi kerak. Namoz insonning hayotidagi birinchi o'rinda turadigan narsa bo'lishligi lozim. Namozning darajasi mana shunday. Alhamdulillah bugun jumaga kelyapmiz. Juma o'qiymiz. Birodar, bomdodni ham qo'shib qo'ying endi. Xuftonni ham qo'shib qo'ying. Ertalab bomdodda hech kim hech qayerga bormaydi. Xufton namozini vaqti yo'q. Kechqurun qachon ishdan kelsangiz ham o'qisangiz bo'laveradi. Shuncha yildan beri birodar, juma namoziga borasiz-u, bomdod bilan xuftonni qo'sha olmaysizmi endi? Yoki imkoniyatimiz bo'lganda peshin, asr, shom namozini o'qishlik katta fazilat ekanligini bilmaysizmi? U ham bo'lsa, siz uchun ham diniy, ham dunyoviy, ham moddiy, ham ma'naviy yetuklik, ham ma'naviy moddiy rivojlanish Alloh taoloning fazli hisoblanadi. 5 mahal namozni boshlaganlar, namozni sonini ko'paytirayotganlar, qo'shimcha ibodatda bardavom bo'layotganlarni bugun yutuqlarini ko'ryapsiz. Xonadonlarda baraka, ishlarida rivoj, Alloh taoloning fazl berganligi, Alloh taoloning ularni muhofaza qilayotganlik holatini biz bugun ko'ryapmiz. Chunki hech qachon ibodat, nafaqat namoz, Alloh taolo bilan to'g'ridan to'g'ri qilinadigan muloqot bandaga hech qachon ham zarar bermaydi, birodar. Zarar bermagan va bermaydi ham. Robbil alamin bilan bog'lanish, har bir hayotimizdagi bo'layotgan holatni, dardimizni Xudoga aytish bandaga hech qachon og'irlik va zarar bermagan va bermaydi ham. Shuning uchun bizni tavsiyamiz farzandlarimizga, o'zlarimizga Alloh taolodan fazl so'rab, ibodatda mustahkam bo'lishlik masalasini o'rganmoqligimiz, farzandlarimizga o'rgatmoqligimiz va shu bilan birgalikda ularning nafaqat dinda, dunyoda ham peshqadam bo'lishliklarini Alloh taolodan so'rash masalasi muhim ekanligini zurriyotlarimizga o'rgatmoqligimiz juda muhim masalalardan bo'ladi inshaalloh. Alloh taoloning fazli bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib nima deydi? Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Albatta namoz insonni fahsh, munkar, noto'g'ri, qalbi qo'pollik, rahmsizlik, noto'g'ri, isyon narsalardan Alloh taoloning o'zi muhofaza qiladi. Demak, namozimizni qabul bo'layotganligini biz qayerdan ko'ramiz?
Demak, inson Alloh taolo bizni gunoh, musibat, noto'g'ri, kasod narsalardan Alloh o'zi himoya qilyapti. Demak, bilingki, Alloh taolo sizning ibodatingizni qabul qilyapti. Alloh taoloning o'zi fazilat beradi. Insonning qalbining yumshoqligi, rahmdilligi, ibodatda mushtoqligi ham Alloh taoloning bandaga bergan fazillaridan hisoblanadi inshaalloh. Shuning uchun erta qiyomatda namoz o'qiganlar qatorida bo'lishlik, namozxonlar qatorida bo'lishlik, namozxonlar bilan birga yutuqqa erishishlik Alloh taoloning go'zal nasibasi hisoblanadi. Hasson ibn Sobit radhiyallohu anhu she'rlari bilan da'vat qilardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Hasson ibn Sobitga aytdilar: "Mushriklarga meni nomimdan javob ber. Ularni she'rlaring bilan hajv qil. Ruhul Qudus, Jabroil sen bilan", dedilar. Hasson ibn Sobit shoirga. Shunday deganlarida Hasson ibn Sobitni ahvollari ne kechgan? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mening ummatimdan 70,000 kishi hisob savolsiz, so'roqsiz jannatga kiradi. Shunda Ukkosha ibn Mihsan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam meni duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sen ulardansan deganlarida uning ahvoli ne kechgan? Uning yuragidagi xursandchilik, uning holati nima kechgan? Abu Musa al-Ash'ari katta qorilardan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Qur'on o'qiganliklarini ko'rganda: "Ey Abu Musa, senga Davud alayhissalomning ovoziga o'xshash ovoz berilibdi" deganlarida Abu Musa al-Ash'arining ahvoli ne kechgan? Hunayn g'azotida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam makkalik muhojirlarga ko'proq o'lja beringlar. Makkaliklarga ko'proq o'lja beringlar. Ansoriylar mahzun bo'lishdi. Buni bilgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Ey ansoriylar jamoasi, odamlar qo'y va tuya olib qaytishsa, sizlar Alloh taoloning rasulini olib qaytyapsizlar-ku. Bunga xursand bo'lmaysizlarmi?" deganda ansoriylarning qalb holati qanday bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Meni ko'rmasdan menga iymon keltirganlar mening birodarlarim" deganda ular kim? Ular biz. Bizning ahvolimiz bugun qanday birodar? Namozlar qazo, ibodatlar chala, to'g'ri duo qila olmaydi. Pulini yo'qotsa yig'laydi-yu, namozini yo'qotsa yig'lamaydigan qavm bo'lib qoldik. Erta qiyomatda birodar, ahvolimiz nima kechadi bizni? Bizni ahvolimiz tang holatga kelib qolsa, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sahobiylari qanday holatda edilar? Iymonlari qanday edi ularni?